Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan insult bemorlarimiz qanday tekshiruvlarni amalga oshirish kerak, nimalarga e'tiborli bo'lish kerak, nimalardan qochish kerak, shu mavzu haqida sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Albatta insult bemorlarda statistika yomon, ya'ni siz bir marta insult o'tkazdingizmi, insult bo'lgan bemorni birinchi 6 oy davomida insult qaytalash xavfi 75%. Ya'ni bu bemorlar o'ziga e'tibor qaratmaganliklari yoki o'zlarini juda yaxshi ko'rmaganliklari tufayli qaytalanib qoladi. Ya'ni bu 10 ta bemorning 7 tasi qayta insult bo'lyapti hozirgi kunda 6 oy ichida. Bu juda ham dahshatli ko'rsatkich va ikkinchi marta qayta insult bo'lish bu bemorning hayot sifatini o'ta darajada tushirib yuboradi. Shuning uchun sizlardan qilinadigan talab hozirgi tekshiruvlarni men sanab o'taman va bularni doimiy tekshiruvlarni o'tkazib turishingiz kerak. Nima uchun kerakligini ham hozir izohlab o'tamiz. Birinchisi bu UZI Doppler qon tomirlari, ya'ni bo'yningizdan miyangizga boruvchi qon tomirlarni doimiy UZI qilib nazorat qilib turing. Ya'ni agar sizda qo'shimcha ravishda qandli diabet, qon bosimi yoki boshqa yondosh kasalliklar bo'lsa, albatta sizda qon tomir kasalliklari bo'ladi. Yokida siz insult bo'lmagan bo'lsangiz ham AKSH amaliyoti yoki stentlash yuragingizda amaliyotlar o'tkazilgan bo'lsa, sizda xavf bor va albatta UZI Doppler qilib turishingiz kerak. UZI Doppler nimaga asoslangan? UZI Doppler mana miyangizga boradigan qon tomirlarni qanchalik darajada bekilganlik va bekilmaganligini bizga ko'rsatib beruvchi ko'rsatkich hisoblanadi. Qon tomirlaringiz UZI Dopplerda 70% dan ko'p zararlangan bo'lsa, ya'ni 70% dan katta qismi torayib qolgan bo'lsa, unda albatta jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Ya'ni undagi ateroskleroz blyashkasi olib tashlanadi yoki stentlash amaliyoti yoki shuntlash amaliyoti o'tkaziladi. Ikkinchi tekshiruv usullaridan bittasi qon tekshiruv usullari, ya'ni qon tarkibidagi shakar miqdori, lipidniy spektr. Lipid spektrining ichiga ko'pgina ko'rsatkichlar kiradi. Bularning eng muhimlari o'ta past og'irlikdagi yog'lar, xolesterinlar va o'rta zirhlikdagi yog'lar ham ko'rib chiqiladi, chunki bularning ahamiyati juda ham katta. Bitta shakar misolida keladigan bo'lsak, agar sizda qandli diabet bo'lgan bo'lsangiz yoki insultdan keyin tranzitor tarzda, ya'ni himoyaviy reaksiya tufayli shakar miqdori baland bo'ladi va uni nazoratda ushlab turmasangiz, keyinchalik diabetga o'tib ketib qolishi mumkin. Bu muhim ko'rsatkich. Ikkinchisi bu lipidniy spektr tarkibidagi xolesterin va past zirhlikdagi yog'lar. Xolesterin bilasiz, bu yomon sifatli yog' bo'lib, umuman bizga foydasi ham bor, ya'ni jinsiy gormonlar hosil bo'lishida yoki boshqa jihatlardan foydasi bor, lekin zararli ta'siri, og'irligi juda ham past bo'lgan zirhlikdagi yog'lar qon tomirlar devoriga cho'kadi va buni hisobiga ateroskleroz hosil bo'lishi, ya'ni yuqorida sanab o'tganimizdek qon tomirlarning ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Va biz agar qon tarkibidagi xolesterin va past zirhlikdagi yog'larni trigliseridlarni nazorat qilmaydigan bo'lsak, ular qon tomirlarini bekilishiga sabab bo'ladi va keyinchalik sizda qayta insult bo'lish xavfini, infarkt bo'lish xavfini yanada oshirib yuboradi. Keyingi ko'rsatkich bu ALT-AST ko'rsatkichi. Nega ALT-AST ko'riladi? Bilasiz, bu jigar fermentlari, ya'ni jigar tarkibidagi bo'ladigan o'zgarishlarni, ya'ni hujayraviy darajada biz baholab turamiz. Insult bemorlarining katta qismi kamida 4 ta yoki 3 ta preparatda bo'ladi va bu preparatlar albatta jigarga zararli ta'sir ko'rsatadi. Bizning preparatlarimiz sizga qanday ta'sir qilayotganligini nazoratga olish uchun ALT-ASTni albatta ko'rib turish kerak. Keyingi ko'rsatkich bu umumiy qon tahlili. Umumiy qon tahlilida nimani ko'rib turamiz? Uni tarkibida trombositlar bor. Trombositlarning miqdori agar juda ham baland bo'ladigan bo'lsa, bunda biz sizga trombaz, kardiomagnit yoki shunga o'xshash zil, klopidogrel dorilar berib, ularning faoliyatini biroz chegaralab turamiz. Nega? Bu ham tromb hosil qilib, sizni qayta insult bo'lishingizga sabab bo'lib qolishi mumkin. Umumiy qon tahlilidagi eng muhim ko'rsatkichlardan bittasi bu gemoglobin ham hisoblanadi. Gemoglobin past bo'lsa, miya doim kislorodga ehtiyoji baland bo'ladi va buning hisobiga sizda insult xavfi balandlashadi. Ya'ni kamqonligingiz ham insultni qaytalab qolishiga sabab bo'lib qolishi mumkin va bunga be'tiborsizlik qila olmaysiz. Keyingi ko'rsatkich bu kaulogramma, ya'ni qoningizni quyuq va suyuqligini ko'rsatib turuvchi ko'rsatkich. Buni tarkibidagi piti, mino yoki shunga o'xshash boshqa ko'rsatkichlari bor. Buni doktorning o'zi juda ham yaxshi biladi va sizni nazoratga oladi. Agar sizda yuragingizda muammolar bo'lsa va yuragingizdagi muammolar sabab insult bo'lgan bo'lsangiz, albatta kaulogramma ko'rsatkichi kerak. Chunki uni tarkibidagi minoni biz nazorat qilib turmasak, qaytadan kardiogen sabab tufayli insult bo'lib qolishingiz mumkin. Keyingi tekshiruv usullaridan bittasi EKG, EKG lozim bo'lsa, Holter monitoring o'tkaziladi. EKG nima? EKG bilasiz, bu yurakning UZIsi. UZI orqali biz sizdagi yuragingizdagi holatga baho beramiz. Klapanlaringiz qanday ishlayotganligini, ularda o'sha tromblar deydi yoki shunga o'xshash holatlar bo'lmayaptimi yoki moyillik yo'qmi, sinozlar bor yoki yo'qligini
uning quvvatini, ya'ni fraksiyasi deydi, qon otib berish hajmini biz baholab turamiz. Bular bizga o'ta muhim. Agar bularga e'tiborsizlik qiladigan bo'lsak, miya qonsiz qoladi. Sizda doimiy bosh aylanish yoki qayta insult xavfi oshib boradi. Keyin bilasiz, shunaqa tekshiruv usuli bor. Bu zond orqali yurakni quloqchalarini tekshirish. Ya'ni yurakni quloqchalarida ko'pincha yurak notekis uradigan kasalliklarda fibrillatsiya pretserdi deydi. Mana shu kasalliklarda tromb hosil bo'ladi va bunda o'sha UZI qilinib, yuragingizni quloqchalaridagi tromb UZI qilinadi. Agar UZIda tromb bor bo'lsa, sizda qayta insult xavfi juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun bunaqa tromblarni yo'qotish uchun doktoringiz sizga albatta mino nazoratida, ya'ni kardiyogramma nazoratida sizga preparat beradi va siz har 2 haftada nazoratda ushlasangiz qayta insult xavfi tushib ketadi. Keyingi tekshiruv usullaridan bittasi EKG. Agar sizda ritm buzilishlari bo'lsa yoki yuragingizda o'zgarishlar bo'lsa, albatta EKGda ko'rinadi. Agar sizda aritmiyalar, navbatdan tashqari qorinchalar qisqarishi yoki boshqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, pauzalar bo'ladigan bo'lsa, sinus holsizligi degan kasalliklar bor. Xullas, yurak kasalliklari juda ham ko'p. Mana shu kasalliklarni biz EKGda ko'rib olib, agar lozim bo'lsa, sutkalik 2 kunlik, 3 kunlik Holter monitoring o'tkazamiz. Holter monitoring bu sizning yuragingizni qay darajada ritmik urishi, undagi o'sha tushadigan aritmiyalar soni hammasini baholab beradi. Ya'ni men o'zim praktikamda bo'lgan bemor insult o'tkazgan. Insult o'tkazgandan keyin unda o'sha Holter monitoring qilganimizda 11 mingta, 12 mingta JES deydi, ya'ni navbatdan tashqari qorinchalar qisqarishi tushgan va buni biz bartaraf etganimizdan keyin, ya'ni 500 ta 400 ta tushgandan keyin undagi shikoyatlar bosh og'rishi, quloqdagi shovqin, chayqalib ketish yokida boshqa kognitiv, ya'ni diqqat sustligi, xotira pastligi, mana shu shikoyatlar o'z-o'zidan kamayib, hatto qo'l oyoqlaridagi harakati anchagina jonlangan va bizga juda ham katta natija olib bergan. Ya'ni insult bemorni biz bemorlarni davolayotgan paytimizda ularni hamma organlarini inobatga olishimiz kerak. Yurak, buyrak, jigar, qondagi shakar miqdori, umumiy hamma qismini inobatga olishimiz kerak. Nega? Chunki insultning ko'pchilik qismi asorat tufayli yuzaga keladi. Ya'ni o'zidan-o'zi bemor insult bo'lib qolmaydi, nimadir sabab bo'lib yuzaga kelgan bo'ladi. Shuning uchun biz nazoratni yaxshi ushlasak, qayta insult bo'lish xavfi juda ham kamayib ketadi. Eng muhim ko'rsatkichlardan bittasi bu sizning qon bosimi nazorati va puls. Siz uchun nimaga kerak va uyda amalga oshirishingiz kerak bo'lgan kundalik nazorati juda ham muhim hisoblanadi. Qon bosimini ushlab turmasangiz, me'yorda saqlamasangiz, qayta insult xavfi sizda 75% dan 85-100% ga ham ko'tarilishi mumkin. Qon bosimi preparatlarini vaqtida ichish, ularning nazoratini qo'lga olish, kundalik tutib, har haftada bir marta nevrolog ko'rigida bo'lib turgan ma'qul yokida telefon orqali muloqotda bo'lib tursangiz ham bo'ladi. Agar davlenangiz bo'ysunmayotgan bo'lsa, qon bosimi 160-180 dan oshib ketayotgan bo'lsa, sizda qayta insult xavfi 75% dan baland. Nega tushmayotganligini va sababini qidirishingiz kerak. Ko'pincha bu qon tomir sabablari yoki yurak sabablarida yokida essensial sabab, ya'ni hech qanaqa noaniq sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Doimiy qon bosimi, shakar, qondagi yog'lilik darajasi, boshqa ko'rsatkichlarni hammasini inobatga olib, dorilaringizni vaqtida ichib tursangiz, sizda qayta insult xavfi juda ham kamayib ketadi va emotsional stresslardan ham juda ham yiroq bo'ling. Sizga tavsiya etiladigan o'sha janozalarga borish, to'y ma'rakalarga borish, vaqtinchalik 2-3 kunga kechikib borganingiz yaxshi, chunki unaqa marosimlarda albatta stress bo'ladi, sizda kortizol gormoni ishlab chiqariladi va qayta insult xavfi ham baland bo'ladi. Agar sizga ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa, quyidagi havola orqali siz o'tib savollaringizni qoldirishingiz mumkin va biz bu savollarni ko'rib chiqamiz. Albatta javob berishga harakat qilamiz. O'zingizni asrang. Kimda insult bemorlar bo'lsa, albatta bu videoni ularga yo'llab qo'ying.